Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizlarni kuzatib boradigan obunachilar, bugun sizlarga zo'r T-yarımdan Gentra qo'yib beramiz. 2023-yil mashinamiz mexanika korobkada, style variant, ABS'lar ham bor. Mashinamizda do'stlar elegant diskali bo'lib turgan varianti. Mashina kraskasi, sarafina, defekt joylari yo'q. Qirchilgan dash degan yerlar ham yo'q. 2023-yil texpasportlari. Mashinamizda multimedia rollarda qilgan, video registratorlari bor, podograf sidinyalar. Mashina salon holatlari ham idealniy. Qimchiska bo'lib tayyor bo'lib turibdi mashinamiz. Pilusini ham qimmatidan 909 megagar pultlar ham ustanib ketilgan mashinamizda. Eng oxirgi modeli. Mashinamiz texpasportlari ham, kuzovlar ham 2023 bo'ladi ya. 2023-yil. Kalellar ham zo'r turibdi mashinamizni. Arkalarına optra stoplar qo'yilgan. Chiroyli tuzilgan mashinamiz, haydashga tayyor. Metan gazlar ham bor. Salonlar ham qimchiska bo'lib chiroyli bo'lib turibdi. Mashinamizning motor taraflarini, salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz pullarni, suychalarni kulish deymagan. Yerlar ham yana o'zini yaltiroq bo'lib turibdi. ABS'lari bor. Mashinamiz 18.000 kilometr masofalar bosib o'tgan. Bemalol ustalarga tekshirtirib ko'rib xarid qilaverasizlar. Metan gazlar yaqinda ustanib ketilgan. Bag'aj holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Yana metallari, zapaska, donkrat, balon ключ, hamma narsasi joyida. Mashinamiz 18.000 kilometr yurgan. Mashinamizning probeglarini, motorlarini, kraskalarini tekshirtirib ustalaringizga ko'rsatib, keyin xarid qilsangizlar ham bo'ladi. Kreditat olamandan yurtdoshlarimiz uchun boshlang'ich 22 million so'm bilan kreditat chiqadi mashinamiz. Oylik to'lovi 4 million so'mdan chiqadi. Plus 8 million so'm notarius gaylaringizga pul kerak bo'ladi. Jami hisobda 30 million so'm bilan kreditat chiqadi mashinamiz. Naqd pulga xarid qilamandan yurtdoshlarimiz uchun 150 so'mdan ozina ustunda xayr ko'rsin qaytib beriladi. Mashinamiz zo'r sanada qo'yib beramiz. 150 million so'm. Shikolant baho. Tayyor, zo'r. Mashinamizda trading barter asosidan xarid qilsangizlar bo'ladi. O'zlaringiz mashinalaringizga kelib, bemalol bizlar bilan barter hisobidan gaplashaverasizlar. Kelaverasizlar, mashinamiz bugun Bog'ot aka-uka avtosavdo salonimizga keldi. Sotib olish yerda turadi mashinamiz. Ko'rib, savdolashib ustunda xarid qilib ketaverasizlar. Rahmat kuzatuvchilarimiz, sog' salomat bo'ling.